Hammaga assalomu alaykum. Bugun men bu jonimizga mehmon keldim. Hamma bilan salomlashganimizdan keyin kino ko'rdik. Keyin giloslarni ko'rib yegim kelganda, ukam bilan singlimga iltimos qildim. Terib beringlar degandim. Ular xo'p deb birpasda terib berishdi. Bir payt qarasam, men bu maymun meni qo'rqitib daraxtga chiqib olibdi. Mana giloslarni qaranglar. Bu giloslarni yeb bo'lganimizdan keyin shunaqa shirinliklar bilan choy ichib oldik. Keyin magazinga borib morojniy oldik. Shunday qilib bizning mehmondorchiligimiz tugadi. Endi hozir Xisraydagi domimizga boramiz. Ungacha hammaga xayr. Bular mana oyim, u yerga oyim bilan ketyapman. Mana yetib keldik. Hammalarimizni bitirib ovqatlanishga bordik. Keyin ukam bilan maza qilib ovqatlandik. Shunday qilib bizning bugungi mini vlogimiz tugadi. Hammaga xayr.